Assalomu alaykum do'stlar. Ko'p vaqt oldi geçti video olmadik. Video olib qo'yaldik, xudo xolasa. Eston malımız belki limuzin. Bulara yangilik ettik, noktaga bayladık. Bu şakından bağlantı turadi. Yadlarınızda olsa noktalarını almashladik. Bu sebebi malla ullagani sari üzüş ehtimali var. İpini üzük geçse öylegilere, ayollara kıyınçılık doğdurmasın deb noktalarını almashtırıp iplerini hem iki tarafa bağladık bulanı. Hareket kemrak olsun da. Yani bunda blogger bukamız. Bloggerle kaplı. Bukamız bu adlarınızda olsa usul dedik bunu. Azine tuyaklarını içine etmedik. Xudo xolasa hafta bo'layotir. İşleri malımızmı? Xudoga şükür yaxshi işler. Hozir bu 2,5 kilo ideal ko'rinib tutdi. Bugun ham toza limuzin paroda o'g'it chekkanlik xudo xolasa. Mini fermamizni 2 mala ko'paytirdik. Hozir 5 bo'ldi. Xudo xolasa bu yerga o'rtaga yana bir mal sig'adi. Tez kunda xudo xolasa buni ham ekkalamiz. Balkim ertang bozor gün yaxshi mal yo'liqsa, Urganch G'oyib mal bozorida balkim ertang yana bir zartor mal ekkalamiz. Uni xudo xolasa limuzin 2 deb qo'ydik buni. Bu malımız yaxshi boqilmagan ekan, yem-yemagan ekan. Bo'ylari bergi mallardan baland, lekin vesi bu mallardan yengil chiqdi. Shuning uchun ko'p tavsiya etamiz. Misol uchun shuning kilosi 6 fevralda 282 kilo edi. Xudo xolasa bu malning kilosini ham qo'yamiz keyingi oyda, kelgan vaqtdan chekilaligini, bir oydan chekila samirganini. Taxmiyatni ko'ringlar, shu bilan yana biroz eski paroda malimiz bilan yana ko'rib turibsizlar. Telefonda ko'rsatib bilaman. Argi mal sal balandda turgan hisobda 4 barmoq nisbatan bu maldan baland ko'rinib turibdi, lekin o'zi bu mal bergi rossiyskiy paroda sal pastroqda turibdi. Baribir ham argi malimiz baland, lekin vesi ikkisini tutib taxmiyatni ko'ringlar qani, shu malimiz tozagan limuzinimiz chekilar ekan. Xudo xolasa bu limuzindan oydan chekilaganini qo'yib boramiz. Yana bunga bugundan boshlab ideal ko'rimi o'tirdik. Hozir günlük boshlanishini 2 kilo bilan boshladik. Aslan xudo xolasa yeyishini qarab ko'tarib boramiz. Ba'zi jo'yesine nisbatan 5,5 kilo ideal ko'rimi yeyish kerak. Onun için rossiyskiy ozgina sho'x bo'lgani uchun sho'xni yanına bayladık. Belki blogger buqamizni süzüp duradi bu rossiyskiy. Shuning uchun bergini o'rtasına bağladık. İkisi zo'r kelishib turibdi bular. Bam süzeyik shoxi bor, bam süzeyik. Bu yuvash ekan lekin ismi limuzin malimiz. Bular ikisi kelishib ketadi bular. Usuldan chiqqan malimiz polni bular bilan o'tdi. Hech qaysisida hozircha inshaalloh usul yo'q. İdeal ko'rimni ratsion deb turgan mallar boshqa mallarga nisbatan immuniteti güçlü bo'ladi. Xudo xolasa ko'ramiz endi. Usul bularga nechik ta'sir etadi. Mabodo usul bo'lsa o'tirish jarayoni, ya'ni kasallikni tez o'tirami, og'ir o'tami, xudo xolasa. İnşallah avvalan bu mog'ay bo'lsa, xudo xolasa nechik bo'lganini ko'rsatib o'tamiz. Hozircha biz mallarımızda hech birinde usul yo'q. O'zi usuldan chiqqan maladi bu. Blogga qo'yadik buni. Ona tozagan limuzinni limuzin 2 deb qo'ydik. Sababi bergi malimizdan adı limuzin edi. O'zi gibrid malı, limuzinasi mental gibrid. Endi buni limuzin 2 deb qo'ydik. Xudo xolasa bularning rezultatlarini oy-moy tarazatib boramiz. Endi boy mart oyida Xudo xolasa 30 kundan keyin bu 3'sini tarazatamiz rezultatini.
Bu 15 fevralda geldi. Şimdi yaxshi bo'lyapti. Bugün 21'ine taraz ettik. Limuzin ikkisini eddenli Xudo xolasa 23 martda taraz etamiz bulan. Sebebi fevral ayı 28 gündən qaytadı ekan. Toshni 30 gün bo'lganda bu ikkisini taraz etamiz Xudo xolasa. Avsul bo'lgan mal kasal 4 yaqin kasal malimizni çekil aldı. Limuzin parodamız ikkisi başlı bir xil vaqtda geldi desek ham bo'ladi. Sebebi bu licheni etildi. Ona fakat samanlı özünü bərtdirdik. Akşamdan başlap ideal koruma öttü bu. Sebebi iç geçiş toxtadı. İç geçiş toxtağından ki ideal koruma başladık. Bazı 2 kilo 400, berge ucu 2 kilo. Yani günlük 4 kilo başlayatımız bunu Xudo xolasa. Azanda 2 kilo, geçti 2 kilo. Göremiz neticeleri Xudo xolasa qaysi biriniki yaxshi bo'ladi ekan. Hosuldan çıkan malnikimi ya sağlam limuzinlikimi. Berge mallarımız yadlarınızda olsa bu 34 günde 55 kilo arası iski. Son malımız 34 günde 60 kilo. Limuzinimiz 34 günde 66 kilo vardı. Xudo xolasa bu ay toshni 30 günde ölçüm göremiz kanun çekilardan oladı ekan. Günlük ve sağlaş. Bizden kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa natijalarini qo'yib boramiz.